Spor o'ynaysanmi qimmat sotolmaysan. Spor o'ynaysanmi qimmat sotolmaysan. Yo, rahmat. Bozorda tursam, nechida tursam ham turibsan. Asli jichcha sen o'zing o'ylamayapsanmi? Savdogar bo'lasan, bunday qilsam bunday bo'ladi shu. Bu bolalar qo'shib yuboradi, bo'lmasam bozorga qarab deb tushunishing ham kerak-ku. Sen faqat o'zingning fikring bilan yashamata. Fikr bilan aka. Sen buni bilasan? Buni ham aka yetishtirish oson bo'lgan yo'q. Sen buni yetishtirgan dehqondan oyapsanmi? Dehqondan oyapman. Ha, dehqondan oyapsan. Bermayapti. Qayerda bergan yo'q, liboyi beryapman. Mana mingta dehqon beryapti-ku. Nima bolalar jo'natingni bormayapsizlar. Nimaga 500 so'm, 1000 so'mga ishlamayapti bolalar? Borimman deyapti. Bog'ni topib beryapti. Borimman deyapti. Qo'shing aka. Deb xayrli bo'lsin bunday biror marta deb. Yo, xayrli bo'ladi. Qo'l yengil aka. Yo'q, tushunyapman. Aka solish 12 ming, 13 mingni verslaringizga solishtirasiz aka. Farqi bor, o'shaning uchun nima qilyapman aka? Dehqonni qo'lida ham bu uzumni farqi bor, narxda aka. O'zingiz bilasiz aka, mendan yaxshi. Bilganim uchun 14 ming qilyapman-da, bilmasam anaka kirib boshqa uzumda 14 ming qilib, aqlim yetganligi uchun aytyapman.